Ulgimay qoldik-ku, mana suvda yetar ekansiz-da. Chiqarsak bo'lardi. Mana bu baliq to'kmasa ham chiqarar ekan. Qanday? Biraz chiroyligidan ekan. Qulluq olsin, bir narsa deb oling. Rahmat, ana kelinglar. 10-fevral seshanbami bugun? Mana, xudo xolasa kelaver, natijalar bo'lyapti. Ha, Birlashgan Ovchilar ko'limizda. Bugun kirish 30 ming o'rtoqlar, bugun. Ol chiqaravering. Chiqqan ilashdi. Ya ana. Pastak nima bu ketdi? Bu ters diyordi, nimadir bo'ldi? Ketdi bu pastak. Mana o'sha Qani? ketdi. Chiqib ketdi matdan. Bu ikkinchisimi? Ikkinchisi. Ya, qoyili. Nima bo'lib ketdi ekan? Sizga baliq tashlab bermasa ham shart emas baliq Xudo tashlab. xolasa ushaveramiz. Qulluq olsin. Rahmat. 10-fevral dushanba, bugun seshanba. Ha, seshanba. Seshanba Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Bu qiziq bo'lmadi. O leskadan o'shayin deyish kerak edi. Ali ketib qoldi-da, o leskadan o'shaydigan. Xullas, men birinchisini qochirib, ikkinchisini oldingiz. 10-fevral seshanba Birlashgan Ovchilar ko'limiz. Balada makoni shu yerda quruq qaytmaysizlar, natija bo'lyapti. Baliq to'kmasa ham chiqaverar ekan-a? Baliq tashlamasa ham mana chiqyapti. Mana bittani qochirdim, ikkinchisi mana olindi. Xudo berdi mana. Omad. Ey! Mayli. Ay, chiqadi yana mayli. Mayli chiqadi, omad bersin. Yana sizmi? Hoji bobo. Ha, Hoji bobomi? Ha. Hoji bobo, mehmon. Ey, qutlug' bo'lsin. Rosa chiroyli chiqdimi? Ha. Qani? O'zi ham yutib mana qattiq joydan tishlabdi o'zi ham. 10-fevral seshanba kuni mana Birlashgan Baliq Ovchilar ko'limizdan. Yoqsiz sazon natija qutlug' bo'lsin. Baliq serov bo'lganda. Kelaveringlar. Kelaveringlar. Baliq to'kmaydi deb 30 mingdan qo'yib yuborganmiz bugun. Ha, qutlug' bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Kalp akam. 10-fevral seshanba Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Bu sal suvda ham olaylik videoni. Ha, bo'ldi mana. Bu Endi- kelib yutib olibdi, u indamay yotgan ekan. Ikkinchisi? Ha, qutlug' bo'lsin. 10-fevral seshanba Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Ağzından çıkarıyor. Ana, kichkina bo'lsa ham chiroylikina natija ha? Ha çıktı orada. Ha, chiqdi. 10-fevral seshanba kuni Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Öyle. Limonning cho'ntagidan olganda chiqarib qo'ygan. Hormay. Mana yeyapti baliqlar. Bu uchinchisi? Ha, Yeyaptimi mana shu hozir? Bu xalqqa qayta o'qitganingizni aytib bersangiz? ha bo'ldi. 10-fevral Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Seshanba. Olib chiqar ekan o'g'ling. Chiqar ekanda. Ha, chiqar. YouTube'da, Bu YouTube'da. ham yutib beribdi. Biz ana uni sudrab ketdi. Ana Buni olsam chiqmasdan mana shunaqa olish kerak-da, labidan olish kerak. U yutib olish kerak emas. maza qilib yezda kichkina bo'lsa ham zato. Qutlug' bo'lsin. 10-fevral seshanba Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Nechinchisi? To'rinchisi. 4-chi ekan, xolos. Hammasi oldi. Kichkintoy ekan. Olmay. So'rashga ham tortinyapman, 5-chi shekilli. 5-inchisi. Bu yashovdim. Mana ovchilarimiz bor, mana kichkinasi katta bo'lsin deb qo'yib yubordi. 10-fevral Birlashgan Ovchilar ko'limizda. Bo'lmasa boshqa odamga chiqar. Murat aka ovordingizmi? Mana chiroyligidan olibsizmi? Chiroyli. Zo'r. Ulgimay qoldimi chiqarganingiz? Orasi olib qochdi-da. Ana kela orasida. 10-fevral Birlashgan Ovchilar ko'limiz. O'zimiz a'zodan O'zimizdan. Aldashib Murat akamiz. Молодец. Zo'r. Omad. Omad. Assalomu alaykum. Yana bir bor gruppadoshlar. Men Birlashgan Ovchilar ko'limiz gruppasi a'zosi Aldashib Murodjon aka. Buloqboshdan. Assalomu alaykum, hurmatli ovchilar. Hammalarga assalomu alaykum.
Mana kelinglar ko'limizga, birlashaylik. Mana baloqlar chiqyapti. Rahmat Azizbekka ham. Hammanglarga rahmat, kelinglar. Mana bugun biz keluvdik, vaqt topib. Endi undan keyin ham kelib turamiz. Oybek ham keldi, Abdurahim. Kelajagi mana porloq, xudo xolasa, rejalarni eshitdim men mana shu yerda o'tirib. Hammanglarga omad tilayman. Kelinglar. Juda yaxshi ob bo'lyapti. Natijalar yaxshi o'rtoqlar. Ana yangi quradigan ko'limizni razmerlari haqida nima deysiz? Ash tomon mana. 50 ga 100 joy bor. Ammo lekin sizga kuch-quvvat tilayman. Oson emas, ammo kuch-quvvat hammamiz bilamiz. To'xtamaymiz, xudo xolasa. Turganmiz. Siz o'zingiz aytgandek, birlashib hech narsa qutulmaydi bizdan. Hammamiz birlashib, mashina obod qilib, damalab shu yerda bir-birimiz bilan suhbatda bo'lib, hammamiz. Men bu yerda ko'p odamlarni ko'rdim, tanishdim. Mana Oybekjon tanidim, o'zi oldin ham ko'rdim. Ko'p odamlarni tanidim. Jo'raxon mana marhamatdan qo'shni Jo'raxon aka. Andijondan bor ekan. Paxtaoboddan bor Muhammadjon akalar. Birlashsa yaxshida o'rtoqlar, mana dam olib o'tiramiz bir-o'zi bilan. Hammasi yaxshi odamlar ekan, insonlar. O'zi odamning yomoni yo'q. Xudo xolasa sarallanib bir-birimizni shu maqsadimizga mos keladigan Shu insonlar yig'ilyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa omad tilayman. Hammasi yaxshi ekan bo'lsin. Rahmat. Kuch-quvvat bersin. Birgamiz hammamiz. Kelinglar yoppasiga. Rahmat Murod aka. Odam ketib qoldi-da. Ko'rsating. Ko'rsating. Qulluq bo'lsin. Ha, 10-fevral seshanba Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Qulluq bo'lsin. Dumidan emas. Qayta qo'ying. Yo, pasaydab kelinglar. Nari bitta bormi? Voytoy borin shekilli-ku. Ketdi-da u. Dumidan. Dumidan hilib. Nasab kelarasizmi? To'polon qilyapti. Bu chiqib ketadi hozir. Chiqmas. Yo, og'izdan yutsa nima bo'lardi? Yo'q, letkasida. Og'izdan shek. Ha, bu yerdan olayotganda ikkinchi kurchoy dumiga ilashgan, bu og'izdan chiqib ketgan. O'z-o'z dumidan ilashmaydi bu. To'g'ri. Hali noqulay bo'lib nechinchisi deyishga endi nima deyman endi? Endi 5-sida bu. 5-simi? Ha, mana. Baliq to'kmasa ham 5 ta olsa bo'lar ekan-a? Bo'lardi. Ha, kelaverasizlar o'rtoqlar, baliq to'kmagan kun 30 mingdan Asaka Saidobod Birlashgan Ovchilar ko'li. 10-fevral seshanba bugun. Men katta solindim. Omad. Yo'q, 6ta bo'ldi. Ha, bo'pti. 7ta. Lekin u Yo'q, bittani tashlaverdim. 6ta berdi. qaranglar, o yoqqa borib kelgunimcha bittani chiqarib qopga solyapti. 5 ta bo'lib, hijolat bo'lishdi. 6 ta Ha, bittani tashlaverdim. hijolat bo'lishni boshladi mana. Soat 5 bo'ldi ama. Qulluq bo'lsin 10-fevral Birlashgan Ovchilar ko'limizdan. Endi ketaversin demoqsiz-da. Aynan deyapti-da. Soatga qarab ketaverasiz. Deyapti-yu. Yana bir marta solyapti. Bo'pti.